Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Xitoy Tangritog to'rining 5-ayning 30-kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy O'rta Osiyo jiddiy ahvolda qabul turish ministr darajalik yig'ini 5-ayning 30-kuni Sharq Turkistonning markazi bo'lgan Urum shahrida o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Xitoy O'rta Osiyo jiddiy ahvolda qabul turish hamkorlik mexanizmi ta'sis qilinganligi rasmiy e'lon qilingan. Jiddiy ahvolda qabul turish ministrligining boshlig'i Wang Xiangxi o'tgan yili 5-oyda Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inida O'rta Osiyo davlatlarining boshliqlari bilan birlikda Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini Xi'an xitobnomasi imzolanib, ikki davlatning diplomatik munosabat o'rnatilgandan buyon Xitoy va O'rta Osiyo o'rtasidagi jiddiy ahvolda qabul turish harakatiga alohida ahamiyat berildi. Bu ahvol ikki tarafning jiddiy ahvolda qabul turish, ikki taraflik va ko'p taraflik hamkorlikni puxta asosga va mo'l natijalarga erishtirdi. Xitoy hukumatı bu yig'inni fursat deb bilib, har qaysi taraflar bilan bo'lgan aloqani va quyuq hamkorlikni kuchaytirib, olti davlat rahbarining jiddiy ahvolda qabul turish sohasidagi almashtirish va hamkorlik to'g'risida hosil qilgan muhim o'rtaq tonishini astoydillik bilan yo'l qo'yib, Xitoy O'rta Osiyo jamiyatining o'rtaq kelgusini barpo qilishda amaliy tadbir qo'llanib, jiddiy ahvolda qabul turishni texnik kuchaytirishni xohlaymiz degan. Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tunyaz yig'in jarayonida Şinjan bilan O'rta Osiyodagi 5 davlat o'rtasidagi quyuq almashtirishning kunsiri kuchayishiga erishib, texnik ko'p taraqqiyot fursatiga erishib qolmay, yana texnik ko'p o'rtaq bexatarlik manfaatiga ega bo'ldi. Biz bu ministerlar yig'inida hosil qilingan o'rtaq tonishni umumyuzlik amaliylashtıramiz. Jiddiy ahvolda qabul turish ministerligining yetaklashi va qo'llashi bilan Şinjanning o'zgacha jo'grafiyalik afzalligini to'liq joriy qildiramiz. O'rta Osiyo davlatlari bilan quyuq aloqani saqlab, uchur almashtirish va o'rtaqlashish mexanizmi o'rnatib, chegara halqagan jiddiy qutquzish hamkorlikni keng qanot yaydiramiz degan. O'rta Osiyodagi 6 davlatning vakillari orqa-orqadan nutq so'zlab, jiddiy ahvolda qabul turish hamkorlik mexanizmining o'rnatilishiga minnatdorlik bildirganligini va qo'llaydiganligini, hamda bu o'rtaq qurilishga aktiv qatnashadiganligini, o'zaro tushunishni cho'nqirlashtirib, jiddiy ahvolda qabul turish iqtidoriy va rayon tinchligi va muqimlikqa birlikda tuhfa qo'shadiganligini bildirishgan. Oxirida har qaysi taraflar birlikda 2024 va 2026 yillik Xitoy O'rta Osiyo jiddiy ahvolda qabul turish hamkorlik planini imzolab, Xitoy O'rta Osiyo jiddiy ahvolda qabul turish xizmat guruhining rasmiy qurilganligini e'lon qilgan. Xitoy Tangritog to'rining 5-ayning 30-kundagi xabarda ko'rsatilishicha, atalmış Abdunum rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Shunri Yaponiyaning Soka Gakkai vakili o'miki bilan Sharq Turkistonning Urum shahrida ko'rishgan. Ma Shunri mundaq degan: Jungo bilan Yaponiya o'rtasidagi almashtirish kunsiri ko'payyotir. Soka Gakkai vakili o'mkining Xinjiangga qilgan naq maydon ziyorati Yaponiya bilan Xinjiang o'rtasidagi aloqani ilgari surishda intayin muhim. Bo'libmi Yaponiya ishlarining Jungoning Xinjiangga bo'lgan tunishini oshirish intayin muhim ahamiyatga ega. Ko'p yillardan buyon Soka Gakkai Jungo Yaponiya do'stligiga sodiq bo'lib, Jungo bilan aktiv almashtirish ifodi va ikki davlat munosabatining taraqqiyotiga qimmatli tuhfa qo'shdi. Ko'pchilikning Jungoning Xinjiangga kelib texnik ko'p ziyorati bo'lishini va ularning Xinjiangga bo'lgan tunishi va tushunishini texnik kuchaytirib, Xinjiangga munosabatli sohalar bilan bo'lgan aloqa va almashtirishni kuchaytirishni umid qilaman. Xinjiang Yaponiya bilan har sohadagi kishilar o'rtasida almashtirish taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llaydi. Hamda texnik aktiv kuch qo'shib, ikki taraf o'rtasidagi o'zaro tushunish va ishonchni davomli kuchaytirib, Jungo Yaponiya munosabatining taraqqiyotiga turtki bo'ladi. Yaponiyaning Soka Gakkaining ijroiya muavin raisi Yoshiki Hasigawa har sohadagi kishilar o'rtasidagi aloqa Yaponiya Jungo do'stligida o'rnini bosqil bo'lmaydigan darajada intayin muhim rol o'ynaydi. Soka Gakkai Yaponiya yoshlarini Xinjiangni ziyorat qilishga tashkillab, Xinjiang bilan bo'lgan aloqa va almashtirishni kuchaytirdi. Men Xinjiangni doim ziyorat qilib, ilm-fan, ma'rif, san'at va boshqa jihatlarda almashtirishni texnik kuchaytirib, ikki tarafning do'stligini va o'rtaq taraqqiyotni uzluksiz ilgari surishni umid qilaman degan. Xabarlarimizga ko'ngillilar rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.